Hmm. Men sizlarga bugun shunaqangi sifatli va kerakli narsani ko'rsatmoqchiman. Biza tayyorlagan narsamiz mana shu narsa. Mana shu bonkadagi narsa. Bu 2 litr issiq suvga tayyorlangan narsa. Bu hozir mana sovigan, biz bemalol buni sepsak bo'ladigan darajada kelgan. Buni tayyorlash, bu nimaga dori ekanligini hozir sizlarga aytib o'taman. Bu chivunlarni haydaydi, shiralarni yo'q qiladi, shirani o'ldiradi. Keyin hamma daraxtlarga, mevalarga, pomidor, bodringlarga ham sepsanglar bo'laveradi. Uni sepganingizdan keyin bu zararsizligini isbotlab beraman. Bu bola chaqanglar ertaga o'sha mevani olib, pomidor, bodringlarni olib, artib bemalol yeydi. Bunda ximikat yo'q. Bu toza o'zimizning mahsulotlardan tayyorlanadi. Men uni sizlarga ko'rsataman. Mana shu garmdorini maydalangani qizil, achchiq bo'lishi kerak, обязательно. Albatta achchiq bo'lishi shart. Bir qoshiq limon kislotasini agar solsanglar, chumolilarni ham o'ldirmaydi, lekin haydaydi bu. Bir qoshiq yog' solasizlar. Bu 2 litrga tayyorlanganligini aytib beraman sizlarga hozir. 2 litr suvga 6 qoshiq garmdori soldik. 2 qoshiq limon kislotasi soldik. 2 qoshiq oddiy yog'dan soldik, pista yog'idan. Mana buni endi aralashtirib suzib olamizda. Suzib olganimizdan keyin sepadigan idishimiz bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu sepadigan idishimizga solib, suzib olamiz buni oldin. Suzib olib, bitta idishga, keyin mana shu idishga solib, buni sepamiz. Biz oldingida Instagramda qilib ko'rsatgandik bu narsani. Hozir men sizlarga yana ko'rsataman. O'sha shiralar yo'q bo'lib ketgan videoni ko'rasizlar mana. Mana shunga sepganmiz, mana qaranglar. Bitta ham shira yo'q hozir. Bularga ham sepganmiz. Bular ham shunaqangi g'uj-g'uj bo'lib yotgan edi. Mana bular ham shira yo'q. Mana endi yana yengitdan tushishni boshlayapti mana. Lekin unaqa qalin yo'q. Bunga yana bir marta sepib o'tamiz. Ham yashil o'sishini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli foyda beryapti.